Tushonka qanday tayyorlanishi kerak? Tushonka qilish juda ham oson, lekin bitta siri bor. Go'shtni payli qismidan tanlab, kubik shaklida to'g'rab olamiz. Piyozni ham qalinroq somoncha shaklida to'g'rab olamiz. Tushonkani asosiy siri bu go'shtni yog'da qovurishimiz bilan go'shtni seli chiqadi va shu o'zidan chiqqan selga tuz, lavr yaprog'i, maydalanmagan qora murch solib 1 soat dimlab qo'yamiz. O'zini selida 1 soat dimlanish jarayonida go'sht 50% pishib bo'ladi. Va go'shtni o'zidan qolgan suvlarini bug'lantirib, piyozni solamiz. Piyozni ham ezilib ketguncha qovuramiz. Va ko'mgunigacha suv solib, yana 2 soat past olovda dimlab pishiramiz. Tushonkani odatda guruch yoki kartoshka fri bilan tortiladi. Tushonka masalliqlar grammini video tagidan yoki kommentariyadan topishingiz mumkin. Videodagi bosgan laykingiz, yozgan kommentariyangiz bizga motivatsiya beradi. Bu videoni yaqinlaringizga ham jo'nating.